Birinchi kitob. Oxirgi avtobusdagi qo'rqinchli ishlar. Birinchi qism. Hech kim haydashni xohlamagan avtobus. Men bu yil 30 dan oshdim. Bir avtobus shirkatining shofiri. Shirkat mashina atrofidagi eng yosh shofir. Balkim nurg'un odamlar yosh turibli avtobus haydash intayin yaramas ish deyishi mumkin. Lekin men uchun baribir o'g'irlik bulanchilik qilmadim. O'z kuchimga tayinyapman. Loyig'imning yo'qligidan boshqa hech nimam kam emas. Men har kuni sahar soat 5 da bekatdan chiqib 7 da qaytaman. Tushdan keyin yana bir qitim ishga chiqib 4:30larda ishdan tushib bo'laman. Kunlarimni g'amsiz, xushal o'tkazaman. Lavu bizning atrat boshlig'i, Xubiyliq. Odatda mashina atrofidagi cho'ng kichik ishlarning hammasi avval uning oldidan o'tadi. Bir gap aytdi-ku, osmondagi qush 9 boshliq, yerdagi Xubiyliq deb. U dal mushunda hiligar, foyda bo'lsa sahar turmaydigan 9 boshliq qush. Yakshanba mening dam olish kunim. Uxlab go'zal tushlarni ko'rib ketibdiman. Tushimda Fan Bingbing bilan muhabbatlashibdiman. Tomoq yeb, kino ko'rib, qo'l tutishib ketib-olsak, tuyuqsizda butun dunyodan kichik olma degan naqsha anglanishga boshladi. Boshda o'zimni maydonga kelmasam, nerdan chiqqan naqsha deb o'ylabdiman. Keyin tuyuqsizda cho'chib uyg'ondim. Üstel üstündeki yanfunumni elipli varqiradim. Vay boy, sarangmısan? Mushda vaqtimi telefon qilamdi. Telefonni qilgan odam turib qilib, keyindan Lavuning yirginishlik ovozi anglandi. Shavli, men Vakang. O'ydimisan? Bo'ldi, uxlama. Tez shirkatga kel. Jiddiy yig'in ochamiz. Garchi 100 ming qitim xohlamasammi? Yanila deb telefonni qo'ydim. Shirkatda ish bo'lsa, damasimi boradigan gap. Bu degan tuzum. Yuz ko'zimni mundaqli yuyib, nashtimi qilmayman. Lavuning ishxonasiga xizmatdoshlar liq to'shibdi. Ichiga qisitilib kirsam, Lavu kelganligimni ko'rib, beshini lingshitib qo'yib, eg'iz ochdi. Hammasi kap bo'ldi. Bir ishniday. Shaharning oldingi hafta uqtirish tushirib, bizning bu yerdan qog'oz zavodiga bir mashina qo'shadigan bo'ldi. Bugun maslahatlashib, bu mashinaning shoferini bekitib etayli. Nima? Qog'oz zavodi? U yerda bir odamning soyisimi bo'lmasa, u yerga berib kimni soladi ekanmas? Shu emas bu. Qandoq gap bo'lib ketdi bu? Qog'oz zavodiga nari mashina qatnaydi? Lavuning gapi amdili tugishigan. Odamlar to'pi orasidan birsi g'o'dingshidi. Odam bormi yo'q, qaring bo'lmasa. Shaharning qo'shgan liniyasiga qo'shilmasang, berib shahar rahbarlarini izla. Nimaga ko'todaysan? Assim. Ko'pchilik Lavuning ochchig'ini ko'rib, birasimi gap qilishga petinolmadi. Bu mashina bir kunda bir qitim berib kelibla ishdan tushdi. Bu ishni olgan shoferga bir oyda 500 yuan to'liqlama qo'shib beriladi. Bu gapni anglagan hammaylar qaynab ketdi. Bir kunda bir qitim, teg'i boshqalardan 500 yuan ko'p. Amisi men qilay. Men qilaman. Men qilay bo'ldi. Ko'pchilikning qaynab ketganligini ko'rib, Lavu qopig'ini kulib ketdi. Qandaqkan? Men Lavu yaxshi ish bo'lsa, sizlarni unutib qolamdim. Sizlarni kunda bu aka deb bekorga chaqirsam bo'lmas. Bu gap chiqishi bilan bir necha xushamatchi bosh bo'lib chavakchilishga boshladi. Yildiras chilingan chavakda anglagan Lavuning kulkisi texmi jilvilanib, atrofdagilarga bir qo'r qarab chiqdi. Lavuning bu qarashlarini ko'rib, bir masala borligini his qildim. Darvaqa, Lavu kaynidilla qo'shib qo'ydi. Bu ishni va pulni deb qo'ydi. Bu mushundaq yaxshi ish. Lekin bir kichikkina kamchiligi bor. Bu kechilik liniya. Nima? Kechilik liniya? Nimishqa birlik etib mangdi. Texi pul qo'shib berdi deydi. Kechilik ismina qog'oz zavodiga nimaga bordi ekan? Jin arvohlarga mashina haydamdi ekan? To'g'ri. Men o tarafni toza tayshi emas deb anglagan. U yerda olvosti bormish. Ay,
qaranglar gapinglarga. Nada alvasta bor ekan, ha? Shu bo'yinglarga qorong'udan qo'rqyapsizlar. O tarafda bir kent bor. Birsi shaharga inkos qilib, nurg'un kent aholilari kunduzi shaharga kirib ko'ktot setib, kechda qaytib ketolmay yetibdi. O tarafdagi dehqon qarindoshlarga qulaylik bo'lsin uchun shahardan mushu bir liniyani o'rinlashtirdi. Nima? U sahroliklar kechilik bozorda ko'ktot setib bo'lguncha soat 10 bo'ladi. Bu avtobusni qancha daydaydi emas? Kech soat 11 da. Lavu pixildab kulib ketdi. Qog'oz zavodi intayin chatdi. 11da bizning bosh shirkatdan qo'zg'alsa, kechida mashina to'silib qolmasimi, 1 soatda bog'il bo'ladi. Demak, qog'oz zavodidan qaytganda yarim kech soat 12 bo'ladi degan gap. Mushu nuqtani o'ylab, bu mashinani haydash niyatidan yinib, ishga yo'linib, asnashga boshladim. Voy. Sizlar degan shopor. Texi yo'l, liniya tanlab ketishamsan. Ko'pchilikning qabul qilinmaganligini ko'rib, Lavu o'ng'aysizlanganidan gilini qirib qo'ydi. Lavu, bu mashinani haydamaymiz emas. Hammalarning uyda xotin bolasi bor. Kech soat 2-3 bo'lganda uyga qaytsak, bola uxlab qolganda o'qishiga ta'sir yetdi emasmi? To'g'ri. Meningmi balam bor. To'liqsiz 3ga chiqdi. Meningmi o'g'lim to'liq o'tirib 3da oliy maktab imtihoni berdi teqa. Mening qizim oliy maktab bitirish imtihoni berdi. Bu kechilik avtobusni haydamaslik uchun bularning bolalari mayli qancha yoshda bo'lsin, hammasi muhim imtihonga yiqilishib qoldi. Ko'nglimda bu odamlarni tillab tursam, Lavu odamlar orasidan meni tepib, ko'zimning ishchiga qarab, ma'nilik kulib ketdi. Shole, sizlar yoshlarning gapi bo'yicha aytganda, sen sur poytaqo deyman, ha? Balang yo'qda. Ishxonadagi hamma shopirlar shartida qilib tangli mang qardi. Damaliqqa nima deyishimni bilolmay tursam, bir qo'l muramga tagdi. Shole, sen texi yosh, tirish butabdiga vaqtim. Yaxshiroq ishla, ha? Shole, kechida to'slish yo'q, charchamaysan. Uning ustiga kechida avtobusga chiqadigan qizlarmi ko'p. Fursatni ching tutchima. Men texi rad qilishga ulgurmay turiblar. Bu soltaklar meni bekitib bo'lgandek, meni muborakliginicha chiqib ketdi. Ishxonada faqat Lavu ikkimizli qoldik. Lavuning yuzdagi qo'riqlar bir yerga do'linib, xuddi qurib ketgan yesivilakka o'xshash, yolg'ondan kulib menga qaradi. Shole, ishlar bu darajaga kelgan ekan, sen rad qilma. Mundaq bo'lsa, men sana, ya'ni 200 yuan iltimos qilib beray. Shundaq bo'lsa, boshqalardan 700 yuan ortiq ola olaysan degan gap. Qandaq? Anglab, kulkilik his qilib, amdili uningga sat gap qilay deyishimga, Lavu avval qo'limni tutib, bir tutam oshqushni qo'limga tutqizdi. Kunduzlik liniya bilan qaring bo'lmasin, o'zim o'rinlashtiray. Bundan keyin g'arbiy shimoliy bo'lingda to'xtatilgan 2386 ni san hayda. Ish bo'lsa mangda. Bu akang o'zim sana bir qo'lliq hal qilib beraman. Yana gap qilay deyishimga, Lavu qo'lini pulanishtirib qo'yib sirtqa mangdi. Yerim badani eshik sirtiga chiqib bo'lganda burilib menga qaradi. Aras, Shole. Oldin qat qilgan uqtirishni bu akang tunugin esimga oldim. İşlamı şundaq aldirashli bo'lib qoldi. Shunga bugun kechda mashina haydamasang bo'lmaydi. Dal soat 11da mashina haydaysan. Unutib qolma, ha? Men boshlangandan tortib mansabga o'ltirg'icha bir eg'izmi gap qilmay turib, o'zimni bilmayla spina almishib ketdim. Qo'limdagi avtobusning ochquchiga qarab, yo kulishimni, yo yig'lishimni bilolmadim. Ammo o'ylab beqib yanılı bo'ldi qildim.
700 yuanni ortiq topsam, har oyda bir necha qop yaxshi tamokini ortiq chekalayman emasmi? Oshxonada kechlik tomoq yeyotganda Lavtang tomoqni ilib yenimga kelgandan keyin sirli qiyofatda ovozini to'van qilib so'rdi. Inam, qandaqroq? Anglsam, Lavo seni qog'oz zavodiga bordigan kechlik liniyaga o'rinlashtiribdi. Eg'izimga guruchni sog'ish, beshimni langshitdim. Voy onamay, inam, sarangmi sendayman, ha? Qog'oz zavodining yo'liga xohlagancha mang'ili bo'lamti. Lavtangning bu gapini anglab, burilib, uning astoydil chiroyiga qaradi. Nim bo'ldi tang aka? Kechlik ismini qo'shu. Hech qisi yo'q. Men degan qiran yosh turib, nimadan qo'rqatdim? Shunday emasmi? Shirkitimizga kelgan vaqting qisqa. Ba'zi ishlarni bilmaysan. Seningcha o qiyirla, rastla kechida uyga qaytib, bolalarni uyg'otib etishdan ansirab, bu smenni qabul qilmaganmidi? Bu gapdan benormallik his qilib, cho'kini qo'yib so'rdim. Qanday deysiz? Yana boshqa ishmi bormi? Lavtang achchiq kuldi. Bu qog'oz zavodining liniyasi 10 yil oldida batdi. Keyin bu liniyaning kechilik avtobusini haydaydigan shoför bir mashina odamni ilib suv ombiriga kirib ketdi. Qandaq? G'alitimikan? Tang aka, bizdek shirkatlarda g'alati ishlar chiqsa-mu normal-ku. Normal? Hay. Keyin ikkinchisi, uchinchisimi bir mashina odamni ilib suv ombiriga kirib ketdi. 20 yil ichida 3 shoför, 3 mashina odam bilan yo'q bo'ldi. Asldagi kulkam chiroyimda qaytib qoldi. Bundaq cho'ng ishni ajab azaldan anglamabdi ekanman-ku. Lavtang atrofga qarab qo'yib, boshqalarning diqqat qilmaganligini ko'rib so'z boshladi. Bundaq cho'ng ishni sen anglasang texmi g'alati bo'ladi. Shahardan to'lan berib, uchurni burilib pechatlayapti. Amdilikda shahar boshlig'i almashdi-ku. Balkim bundaq ishlarga ishonmaydigan odam bo'lsa kerak. Bu liniyadagi kechilik mashinani yana ishga soldi. Lavtangning bu gapini anglab, qo'sig'im ko'pishga boshladi. Bu ishni Lavu cho'qim biladi. Bu ishni menga tutqizib qo'yishi meni o'tga ishtirgan emasmi? Lavtang chiroyimdagi benormallikni ko'rib, muramga yenik urib qo'ydi. Inam, ikkimizning munosabati yaxshi bo'lg'achqa bu ishni senga dedim. Balkim rastli yo'l nachar bo'lg'achqa tasadduqiylik chiqqandi. Qo'lga olgan ekansan, ish qilib, diqqat qilib hayda. Beshimni langshitib qo'yib, yonchug'imdagi yengili olgan bir qop tamokini Lavtangga tutqizdim. Tang aka, rahmat sizga. Shirkatga kelgili 1 yil bo'pti. Bir sizni do'stim qatorida ko'rman. Ay, inam. Bo'ldi. Takalluf qilma, ha? Ish qilib, bir ish bo'lsa meni ista. Qo'limdan kelishicha senga yordam qilaman. Men oxirda yana tamokini Lavtangga tutqizib qo'ydim. Hozirgi bu jamiyatda boshqani emas, sizga rost gapni aytishni xohlaydigan odam yomon emas do'st hisoblanadi. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin ochchig'imda Lavu bilan hisoblashmoqchi bo'ldim. Lekin u izchil paydo bo'lmadi. Yotoqda aron deganda 10 yerimgacha saqlab, xeyligacha ikkilangandan keyin oxirida yana 13-yo'l avtobusi 2386 ning roli oldida o'ldirdim. Tunish rolni tutsammi, lekin olqinimdan ter chiqib ketdi.
tishimni tishlab o'yladim. Undaq narsalardan qo'rqmayman. Mashinani o't oldirib, kuzatxonaning oldidan o'tganda ixtiyorsizla ichiga qarab sapdiman. Mushu qarash bilan qattiq cho'chib ketdim. Kuzatchixonadagi bovoy deraza oldida bo'lib, ko'zini chaychaytgunicha qo'rqinish nazarida menga qarab turibdi.